Bu tosh uzoq vaqt tursa, buyrak faoliyatini to'xtatib, buyrakni yaroqsiz holatga keltirib qo'yishi mumkin. Bemorimiz bizga 2-3 yil oldin chap buyraklarida toshda operatsiya qildirgandilar. Hozir mana yaqinda boshqa buyraklardan ham operatsiya qilib toshlarni olib berdik. Hozir toshlar toza bo'ldi aka. Xudoga shukr. Toshlar qolmadi. Yaxshimisiz aka? Salomatmisiz? O'zimdan yaxshi his qilyapman. Qalaysiz? Aytib bering, o'zingiz operatsiyalar qanaqa bo'ldi? Yaxshi o'tdimi? Operatsiyalar yengil. Bir qiyinchilik sezganimiz yo'q. Ataylar Tojikistondan keldingiz. Shunday. Tojikistonning yo'llarini gapirib berdingiz. Tojikistonning yo'llari shunday. Perivarlardan qiynalib kelib mana shu yerda. Alhamdulillah shifo topib ketyapmiz. Xursandmisiz? Albatta xursand. Salomat bo'ling. Bu kishi vaqtida keldilar, toshlarni vaqtida oldirdilar. O'zlaringiz bilasizlar, biz ko'pincha buyraklarda mana shu toshlar sabab olib ham tashlaymiz. Olib tashlash amaliyotini bajaramiz, chunki bu tosh uzoq vaqt tursa, buyrak faoliyatini to'xtatib, buyrakni yaroqsiz holatga keltirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun Umar akamiz Tojikistondan uzoqdan kelib, mana toshlarni oldirdilar, buyraklari yaxshi holatda. Endi toshlarning tarkibini tekshirib, unga o'sha toshga yarasha biz kerakli parhezlarni yozib beramiz. Xudo xolasa shunga amal qilib yursangiz, tosh boshqa paydo bo'lmaydi, xudo xolasa. Albatta. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Yaxshi o'tib aka.